Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men hozir Javlonbekda Asalari shifo klinikasida muolaja olyapman. Men 3 yil oldin ushoqli nervim shamollab gerpes toshib kelganman. Og'ir ahvolda kelganman. Bundan oldin shu nimalarda shifoxonalarda davolanganman. Kuchli og'riq qoldiradigan gormonlar olganman. Ular zarracha ham ta'sir qilmagan menga. Rosa tushgan ahvolda qolganman. Shu jonim uzilsa-yu shu og'riqlardan qutulsam deb yig'lab yotganman-da. Og'riqlaringiz nihoyatda kuchli bo'lgan siz kelgan paytingizda. Nihoyatda kuchli ketdi. Atrofimda oila a'zolarimga ham nihoyatda qiyin bo'lib ketganda. Shunda nima shu internetlardan asalari shifoni topib kelganmizda shu yerga. Birinchi kuni ham o'sha kuchli ikkita og'riq qoldiradigan dori ichardim. Shu dorilarimni to'xtatganman-da, og'rig'im qolgan birinchi kuni ham. Asalariga kelib muolajani boshlaganingizdan keyin og'riqlaringiz qolgan. Birinchi kunidayoq og'riqlarim qolganda, Allohga shukr, Allohga shukr. Shu mana shu 4 ta kurs olsangiz bo'ldi deb 4 ta kurs olib, keyin Javlonbekga sovuq tushib qolyapti. Yana 5-sini ham olay iltimos deb 5-sini ham olganman. Sovuqda yana nima qiynalmaydi o'zimcha. Mana qaytib 3 yil bo'ldi. Bu dard nimasida hech ham nimam yo'q. Endi 3 yil oldingi holatda gapiryapsiz. Xudo xolasa mana 3 yil bo'lgan bo'lsa, sizda bezovtagarchiliklar, og'riqlar bo'lmadi. Uchoqli nerv nevralgiyasi tomonlama shikoyatlaringiz yo'q. Allohga shukr. Ro'mol ham o'ralmasdim. Mana Allohga shukr. Ko'zlaringiz yumilingan holatda toshmalar toshib kelgansizda. O'sha nihoyatda qiynalganman. Tez yaxshi bo'lib ketganman. Endi hozir yana mana jicha qon bosimim ko'tarilib nima bo'lyapti? Davleniya bilan keldingiz. Shuning uchun yana bitta bir kurs lecheniya olib, nima qilib immunitetlarni ko'tarib, profilaktika. Kelib shu yerda hozir lecheniya. Hozir qarindoshlaringiz bilan, qizingiz bilan hammasi keldinglar. Bu safar. Mana o'sha yaxshi bo'lgan ko'rib, qarindoshlarimdan yuring birga boraylik deyishib, endi birga kelib hozir muolajalar olyapmiz. Menga o'xshab shunaqa uchoq nerv kasallanib, gerpes toshganman, rosa oqtarganman internetlardan. Shu menga o'xshagan kasallar bormikan deb. O'shaning uchun o'zim aslida reklama beryapman. Shuna kasallar bo'lsa, shatga kelib, qo'rqmay kelib davolansin, o'zi birinchi nimada yaxshi bo'lib qoladi. Allohdan nimasi bilan ajoyimiz. Mana Javlonbekga ham rahmat. Bitta hamshira qizimiz, oshpaz qizimiz, qo'llari shirin. Maza qilib uydagidan ham a'lo darajada hali bir nimada yotadi, davolanadi. Sharoitlari yaxshi. Allohga shukr. Salomat bo'ling. Ilohim hammalarni tan jonlari sog' bo'lib, omadlar berishlari, rivojini bersin. Amin. Amin.